Hammaga xayrli hayot tilayman. Bu kanalda mavzu og'riqlar, kasalliklar, psixoemotsional holatlar haqida gap ketadi, ya'ni mana shu masalalarda nerv tizimini sog'lom boshqaruvi haqida gap ketadi. Tanada bo'ladigan eski surunkali og'riqlarni aksariyatini og'riq qoldiruvchi preparatlar bilan qoldirib bo'lmaydi. Bu ma'lumot Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti xabarida bor. Undan tashqari obro'li nevrologlar ham juda ko'plari bu masalani tan olishgan. И почему в выпуске «Отчаяние боли» именно так я его назвал? Посмотрите, лицо человека закрыто пилюлями, таблетками. Но, к сожалению, происходит ситуация следующим образом, что мы не можем решить проблему боли только назначением обезболивающих препаратов, НПВП. И, к сожалению, эта проблема остается проблемой номер один. Endi tabiiy savol tug'iladi. Bunaqada bu og'riqlarning yechimini, ilojisi bormi? Bor. Agar kasallik va uning sabablari orqaga qaytmas darajaga yetib kelmagan bo'lsa albatta. Alternativ meditsinada yechimlar ko'p. Shulardan biri men shug'ullanayotgan kinezio-osteopersepsiya usuli. Ya'ni bu uslub kineziologiya, osteopatiya va perseptor his qilish ko'nikmalarini mix qorishmasi hisoblanadi. Bu uslubni nimaga qodirligini isboti YouTube kanalimda va biroz Insta sahifamda qo'yilgan. Chunki Insta sahifamni endi jonlantira boshladim. Asosiy ma'lumot YouTube'da va YouTube'da maqolalar ham yozganman. Kirib tanishib o'qishingiz mumkin. YouTube va Instagram kanalimga ulanib kuzating, foydasi aniq bo'ladi. Yana sahifamda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.